Azizlarim, bugungi navbatdagi operatsiyamiz demak kombinirованный operatsiya, ya'ni bitta narkozda ikkita operatsiya o'tkazilyapti. Bemorimiz ayol kishi. Bularda demak ikkita muammo, o't qobida toshlar bor, juda ham ko'plab toshlar pristub berib yurgan, hamda gemoroy tugunlari kattagina, ular ham bezovta qilib yurgan. Shuning uchun bular bitta narkozda bitta vaqtda ikkala muammodan birdaniga qutulmoqchi bo'lishdi. O't qopini laparoskopik usulda olindi toshlari bilan. Mana endi ikkinchi etap operatsiya gemoroy bo'yicha ligashur apparatida hozir bittalab gemoroylarni bartaraf qilyapmiz. Demak, gemoroylar juda ham katta, osilib ketgan, qonash, og'riq, shishib ketishi, shunaqa kabi shikoyatlar berib yurgan. Hozir mana operatsiyamiz davom etyapti. Bemorimiz holati yaxshi. Demak, o't qopini operatsiyasi laparoskopik usulda 15 daqiqa ketdi. Mana endi gemoroy operatsiyasiga ham xudo xolisa 10-15 daqiqa ketadi. Operatsiyadan keyin reabilitatsiya masalasi, ko'pchilik bir nechta operatsiya qilinsa og'ir o'tadi, qiyin bo'ladi degan fikrda bo'lishi mumkin, lekin bu unaqa emas. Barcha usullar zamonaviy usulda, laparoskopik usulda bo'lgani uchun reabilitatsiya ham shunga yarasha oson bo'ladi. Bemor shifoxonada 2 kun davomida yotiladi. 2 kundan keyin javob beramiz. Parhez, ovqatlanish tartibi hammasi har doimgidek odatiy holatda bo'ladi. Og'riqlar ham bunaqa usullardan keyin bo'lmaydi. Hozir ko'p savol tushyapti narxi bo'yicha qiziqtiradigan savollardan. Ikkita operatsiya, bir nechta operatsiya bir vaqt o'zida qilinsa, bizni klinikamizda albatta juda ham chiroyli chegirmalar bo'ladi. Skidkalar bilan qilinadi. Bittadan ko'p operatsiya qilinadigan bo'lsa. Azizlar, operatsiya tugadi demak, 15 daqiqa davom etdi. Ligashur apparatida gemoroylarda tezda olib tashlandi. Operatsiyadan keyingi holat, og'riqlar xudo xolisa bo'lmaydi. Hammaga sog' salomatlik tilayman. Bemalol ko'rikka kelishingiz mumkin.